Harakat davomida uyali aloqa vositasidan foydalanganlik uchun. Qani bo'lmasam bir ichini oching, ko'zdan kechirib qo'yaylik. Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Aka, siz charchamayapsizmi? Nima uchun to'xtatganligimni bildingiz-a? Bilim komandir bilgan bo'lsangiz, to'xtatmasingizdan oldin kelib o'zim bir chekkaga to'xtadim. Zayafka bilan ketayotgandim, ozgina vaqt tig'izroq edi. Hoy, bu reklamani juda katta yil boribsizlar-ku. Endi bu Asko Comfortda komandir. Ruxsatnomasi bormi reklamani? He, komandir ruxsatnoma bo'lmasa yurmaymiz-ku ko'chada. Qani bo'lmasam bir ichini oching, ko'zdan kechirib qo'yaylik. Ichini ochishda muammo yo'q komandir. O'zbekiston bo'yicha Asko Comfort birinchi yangi proyekt bo'ldi. Ballon xarid qilasiz. Istalgan joyda olib borib o'zi ustunovka qilib beradigan jihozlangan tayyor mashina. Ballon, akkumulyator, antiradar hamma mashinaga kerakli jihozlarimiz bor. Naqdga ham muddatiy to'lovga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Gap yo'q, gap. Ha, yaxshi, reklama ruxsatnomasini taqdim qiling, hujjatlaringizni ham bering. Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiraman. Harakat davomida uyali aloqa vositasidan foydalanganligingiz uchun. Ishtirokga keladigan bo'lsa, ayolim telefon qilib qoldi, ayolim homilador edi. Mana srochniy bo'lib qolganim uchun ko'tardim, majbur bo'lib qoldim komandir. Bu ayolingiz raqami emas-ku. Nega? Mana oxirgi raqam. Qarang, ayolimning nomeri. Faqat yolg'on gapirib, mana yozib qo'yibdi 55lik 503 83 00 da. Markaz raqami-yu. Isrof qancha bo'lardi komandir?